Salom muallim. Nega? Qo'rban qani? Shu muallim atigan qo'pab izlab topolmay mushchapani ketgan. Muallim. Menda bir yolg'on gap qotdi bu. Yo'q, Qosimjon. Haqqoniyatning elchisi. Sizdanlar bu yolg'on gap qotgan bu sizdanlar. Muallim bu menda oldi qarang. Tunaga nega hech kim toziq dejini aytdik muallim. Nega hech kim suvxona chilak so'yotgan muallim. Shuning bilan udilsibki oddiy chiroyli to'bani ko'tarib keldi muallim. Siz uqmaysiz muallim. Bizning nega bir oy burunda salom xat oddiy yezib palatni qo'yib qo'ygan muallim. Shuning bilan muallim oddiy ma'qul javob xat izib gimnastik o'yiniga haqda negani yonchig'i sep qo'yapti. Shuning bilan bular jugan bo'ldi-ku muallim. Shundaymi? Shuning bilan muallim oddiy nega qarab kuldi. Nega oddiy qarab kuldi. Men shunda havas qilib qarab turatdim. Dal shu chaqda muallim osmonda bir qora bulut shunda olib paydo bo'lib keldi. Ey ishchata deb tursam muallim. Shu chaqda muallim yansibdiki Mavlanmadan kelibla odillarning yonchiqiga xatdan birini sipli qarab dedi muallim. Shuning bilan muallim bizning neg'ilimi vijdon bor-da muallim. Shuning bilan muallim neg'i yonmayli Mavlanning yoniga yurib odillarni ko'rsatib bu mening dedi muallim. Shuning bilan muallim Mavlam qip qizilga odillarni ko'rsatib yonmay bu mening dedi muallim. Shuning bilan muallim neg'imi mening dedi. Mavlammi mening dedi. Şunu qarsam bular so'qishib qolgan chira. Men shuni bilan to'xtab tura ish chiqmasin bu yerda dedim muallim. Bunlar muallim unqulan ishkisini o'tirib yuziga akapla. Odillarni yaxshi ko'radigan tikri amanin qil dedim. Muallim yig'im bat dedim muallim. Mavlama bat dedim muallim. Shuni bilan chiqirayal dedim muallim. Shuni bilan muallim ishkisi bir-birisiga qarab shunda olib kelgan muallim qo'llarni past shunda tushirib oldim muallim. Shuni bilan muallim ishkisini chirayib turay yo'q muallim. Bo'ldi, tursin, bo'ldi, men tushundim. Sizning reperligingiz bilan bu jang boshlandi danglar. Ammo qaq odam ekansiz. Chatda turib do'yib pul qilsamamda. Odam emas-ku. Muallim men bularni bir sababsizdan mushashmasin deb o'tirig'iga kirib o't sip qo'ydim-ku muallim bu yerda. Mushashgan chaqda o'tdek ishidan qaynab mushashsin dedim muallim. Men boshqishim bilan muallim. Bo'ldi qilay jumazvaningni. Nega yapandam sizni shunda qilib dumilab yuz ko'zlarni xabaring tushirib ketdinglar yerda adlar meninkida. Aytib oltin sinfning bolalari bir qiz bolani meniki deb so'qishib yurdingmi? Yana 15 yil o'tdi. Hozir 2004-yil. 15 yildan keyin mushu qilmishlarini o'ylasan, tela qilib qolasan. Qiz bolani deb unda yiqilib dumilab o'tib ketgan jahon emas bu. Hayrat. Yo'q chiqinglar gap bor. Xo'shmi der? Singlimning bolasini sizdan sinfingizga kirib qo'ymayli g'ayrat. Bu o'zi birinchi boshlang'ichda o'qiyotgan. Maktabda to'liq jadal chiqarib, maktabdan quvlatibdi. Singlim telefon qilib yig'lab turib elib, ana bu urug' tuqqanning bolasiga ham qarmasangizmi bo'lmaydi-ki. Ana qiyin savollarni so'ramay, endi oddiy savollarni so'rab, buni bir bo'z bir banjang qilib qo'ying. Hamda mudir bizning sinf banjang batdami? Shilliq mukofotni tizimlatimiz yaqinda. Xato yo'q mudir bo'ldi. Xato yo'q. Jiyaningiz sinfning banjangisi. Pishdi. Bo'ldimsa men dars kiray. Ha, bo'ladi. Allah men qaranglar, men Mao birinchi boshlang'ichdan bizning maktab yutib kelgan bir bola bor ekan, bu bola hamda taqdirni o'rlashtirish bilan bizning sinfda. Qaranglarga ilib, yaxshi o'tib unda bo'lsa. Hozir men chaqirib sizlarga tanishtiray. Kiray bola. Yo tasma. Saqma sen. Kirib hamma bolalar birdan mushtima o'tirib o'qig'il keldingmi benim qilg'il kelding? İsming nima? Otman. Nima? Otman. Adang ismi nima? Imen. O'zing ismi nima? Avut. Avut imen demamsamsa, Otman deb qapaqlash. Shu Otman dedim-ku. Bo'pti. Otman. Sen qaysi darslarga ustra? Sinfinglarda nima darslar bor? Voy, texman gapni aytib turing, ha? Mana bu bizning dars tizimliklarimiz. Qaysini ko'lansa shuni o'tib beramiz. Voy, mangana va qarab yuradi-ku ma'lum. Balla unda bo'lsa, men darsni o'taylayman bo'lsa. Birinchi dars. Bizningki unitlarninki salon degan yerni izlaydigan yeriga DDFM deb bosanglar, bizningki o'zimizning salonimiz chiqadi. Salonimizni DDFM degan harfni besib izdab, Guanju qo'yishni unutib qolmanglar. Chunki bizningki pat yaqinda nayt qizqarliq bo'lgan o'zimiz ishlagan itotlarimiz ashayni paydo bo'ldi. Guanju qo'yishni qat'iy unutishma. To'g'ri? Ma'qul. Bundansa hozir savollarni so'rayman. Birinchi savol. Yaxshi anglanglar, oldingi qitim men tarix darsi so'zladim. Dunyo tarixidagi eng ko'p savdo bo'ladigan, eng odam ko'p joylashgan baza qaysi baza? Nega dera? Tabaza. Nega sen tegapsan? Ayaqlar
etizlik qarasam bo'lgan o'xshaydi. İkinci savol. Men savolning javobini oldin qaytib men tarix darsida yaxshi so'zlagan. Anglash. Dunyodagi eng kichik orol botdi. Oldin qaytib deb berdim. Ana shu orolni bir savdogar naq pulga sotib olgan Amerikada. Mushu orolni kim olgan? Asiyem. Orolni kim olgan? Məmdin malı, şunsunuz ki baktırmaya buna. Sen mi tüyepse? Kalsın. Boş sana. Onda olsa valla. Şimdi sual. Aldın kıtım sizlerine ait köp sözlüdüm tarih dersinde yana. İsrailiyanınki bazı bir yerleri bulutlu. Bazı bir yerleri bulutsuz dep sizlerine cık dep kettim. Şunun sebebini dep bedim de. Barış. Mazı neyim dedim? Hopa. İsrail'in benzerleri bulutlu. Oy. Barış. Ben ne dedim? İsmail akamdan ba'zi bolalar bulutliq, ba'zi bolalar bulutsiz. Ömür bulut çıkmışsın sen burada. Öte! Şimdi 4. sual valla. Atimen. Kope. Ma sual yaxshi anlab olaman. Yer sharining shakli qandoq? Tushunmay? Senin balam. Men sizlar maydon top o'ynaysizlar-ku, bunda topni. Ashinin o'xshaydigan yer sharining shakli qandoq? Ha, topma, to'tpijak. O'g'lim. Mana, yer shari ku biz turib yer sharining mana shakli qandoq? Yo'qol. Naq maydan yo'qolmasin. Mana. Yo'qolsam yo'qoldim. Muallim, bunda eskilik qilmasangiz bo'ladi aslida. Yashar degan durlak nima? Hamon bir kun ko'rishib qolamiz boshqa yerda. Xo'sh.